Çavgay nimishqa Sunjangni kontrol qilinmaydi. Subuyda namliq asarga qarasak, bu yer Çavgay asli boshqa atamanti. Sunjang buni og'daydi. Biroq Sunjang Liangshan kulga chiqqandan keyin Barbara Çavgay quruq jozig'a aylanib qoldi. Bu yer Sunjang uning oldiga o'tib ketdi. Çavgay Sunjangni bosolmay qoldi. Bu nimishqa? Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni Guanju qo'llab filmning davomiga diqqat qilinglar. Endi bu yerda nima uchun Çavgay Sunjangni bosolmaydi degan gapda, chunki Sunjangning go'jusi Çavgaynikidan cho'ng. Çavgayning go'jusi kichik. Bundan uchunroq ko'rdim. Shuning uchun bir yig'iz gap qilishsa. Endi bu yerdagi asarki Çavgayning tutqayilnimi? Çoğun yap, çoğun işçimiz, çoğun apkurda meyçip göşeyimiz. Hem de nurgun yaş ballağa üzücü pek maskıldı bu iş. Likin, bunun kendi, likin deydiğen gap var bu buradarlıkının kendi de. Bu işini qanchalik uzak mezgil ep bağlı buludu. Yeni qanchalik vakit sen maçtak çoğun yap, göş yap, arıq çip, maçtak hoşal xoram, Allah'a önüp ütalaysa. Bu iş qanchalik davamlışa alaydı. Sen qiyirmamsa, balan olmamdı. Mandak mesli var mı yedi? Asli bu Çavgayning Liangshan kulga chiqib bundaq ish qilishning zurriyat yo'q, shundaymi? Bu mahallesida Çavgay bir oqsoqoldi. Butun bir cho'ng mahallaniki yurt kattasi. Buniki katta sarayı va, mol mulki va, amalda bilan bo'lgan rinji guanshisini yaxshi jamiyat qilib, yaxshi o'tdi. Biroq bu yerdagi qizil chashli Liutan kelgandan keyin narkalik Mavlud Sovuqni o'g'irlaydigan bir nachar ishni ko'tarib keladi. Çavgay hamda buning ancha qiziqmay tursa, keyindan Zuyun keladi, Ruanak Kola keladi, bular to'xtamay dapchab yurib, Çavgayni oxir bu ishga ko'ndirdi. Çavgay asli bamisin bo'ladi. Maqla buningga bodi. Endi bu yerda bağgandan keyin Çavgay oqko'ngillik qilmasimi buladigan bir oqko'ngillikni qilib qo'ydi. Yeni Mavlud Soğuqsunu o'g'irlab bo'lgandan keyin bu yerga manglik yangi qatorliqlarni o'ltirib asıldı. Shularning hammasi o'ltirib paketni yo'qotib olsa, bu ish oshkorlanmaydi, uyda xotirjam yasi bo'ldi. Biroq bu yerda oq ko'ngillik qilib, bularni o'ltirmaydi. Shuning bilan bu ish pashop qilib, qachayqash Liangshan kulga chiqib turgan gap. Endi bu Sunjang bilan Çavgayning mardligiga qarasak, Çavgay mardlik qilmaydigan yerda mardlik qilib qo'ydi. Açıqlanmaydigan yerda açıqlanib qo'ydi. Biroq Sunjang unda emas. Gerçi buni saxta mehribon, saxta paz degan bilan bu qandaq yerda mehribonlik qilish, qandaq yerda mardlik qilishga intayin yomon. Masalan, Çavgaylar nima uchun Sunjangni jon tikib qutqizdi? Chunki Sunjang bularga hayotiy badalga berib, el qislarni tutqil keladi, lashkarlarda puchur yetkizib qo'ygan. Shundan Çavgay Liangshan kulga chiqib ketgan. Mush ishga javob qaytarish uchun ham Sunjangni bu yerda qutuldirib qoldi. Ham Sunjang odat noit oq ko'ngil. Biroq maktubda Arifdan buni qarqin Likuy qutuldirib olgan ko'rinishga qarsanglar, Likuy oldiga kelgan o puqra ulamdi, lashkar ulamdi, hammasini chep atadi. Hammasini qo'shib paltislarni chep o'ltirib atadi. Biroq Sunjang bir ayg'izim gaqimadi. Nim qilsang qil, meni qutuldirsanglar bo'ldi deydi. Çavgay yana to'sib qoladi bu vaqtda. Qaranglar, ikkisining o'xshamaydigan yeri bor. Endi Sunjang chiqqandan keyin to'xta, men qaroqchi bo'lmayman. Bo'ldimmi? Chuqum kattasi bo'laman. Ham oxirida bularni yo'gab akib, orda xizmat qilg'izma deb plan tuzdi. Chunki bu Liangshan kulga chiqqandan keyin 108 palvon degan bilan qaranglar. Tirnoqda to'xtig'dak 30 etiva, sepiva palvonlarning hammasi ordadagi amaldorlar deydi. Mayli Linchong deymiz, mayli Xoyanjo deymiz, mayli Guanshang deymiz. Shundami? Bularning hammasidan ham bir ömür qaroqchi bo'lg'isi yo'q. Bo'lsa asliy xizmat o'rniga qaytqisi bor. Lekin Çavgayning nima maqsadi bor? Çavgayning hech qanday maqsadi yo'q. Faqat mashaq yig'ilsaq, Allah'ını go'shab barig'iz. Shulan bu kelgusini o'ylab boqmadi. Albatta nishon yo'q bo'lgandan keyin qolganlar bir nishon kerak. Shuning uchun ular Sunjangning keyindan mangdi, Çavgayning emas. Nishon yo'qlar, shu nishonni bog'lab bilan bir sapti bo'lib mangdigan gap. Shuning uchun bu yerdagi Çavgay Sunjangni bosolmaydi. Undan endi o'ylab boqinglar, bu yerdagi Çavgayning tutqayli haqiqatan to'g'rimikan yoki xatomikan? Yo'q, boqinglar.